Guli, nima qilib yuribsan? O'zingga qarab, bir qarasa bu rangini, bir qarasa bu rangini kiyasan. Bo'ldi, kiygan. Anaqalarni ham ko'rsatib bor. Ko'ynilarni yangi kiygan. Yangi. Xonamiz ko'rsatdi, imomxonani ko'rdik. Bo'ldi, ko'rdi, hamma ko'rdi yangi xona ochayotganingizni. Ko'rdik. Filmlarni ko'rsatib berdim, keling, ipaklarni ranglari bilan keldik. Mana ranglarni qaranglar, qanaqa zo'r. Rosa chiroyli. Ham biz katta razmerlarni olib kelamiz. Endi bemalol kelaversanglar bo'ladi. Eng qiziq taraflari biz ish soatlarimizni endi har kun 9 dan kechki 10 gacha bizda dam olish kuni yo'q. Bizani ish soatlarimizdan aytib o'tamiz. Bu magazin Toshkent shahar Chilonzor tumani Farxatskiy dehqon bozorining yonida joylashgan. Bizda assortiment juda katta bo'lyapti. Ko'rsanglar bo'ladi. Mana qanaqa chiroyli. Mana bu ko'rsatilmagan yerimiz yo'q. Juda katta bu. Oyna bu yoqda bor. Hozircha bir tomonda oyna. Xona ikkita bo'ldi, oyna bitta lekin desamda. Endi joylashganmiz. Hech qanaqa ayibga buyurmaysizlar. Keling. Keyin Turkiyalarni. Obunachilarimiz, bu Turkiyalarni ko'rib qo'yinglar. Bagiza. Bilsanglar, bitta matoni Bishkek, Xitoy, Turkiya, O'zbekistonning ham 4-5 xili bo'ladi-da. Bizlarnikini oddiysi bilan almashtirmaysizlar. Ba'zi bir Men shu tarafingga o'tib olsam maylimi? bemalol. Ba'zi bir negativchilarni anaqasiga binoan aytibman-da. Siz o'zingizlarcha aytasizlar. Biz muomalasiz yoki qo'pol emasmiz. Biz oynamiz. Bizga qanaqa qarasanglar, shunaqa ko'rinamiz. Keyin soat 10 gacha ishlaymiz degani 10 da keling degani emas. Iltimos, o'tgan kun bitta obunachimiz 10 da yopib chiqib ketsa, 5 da kam 10 da yopganmiz. Shunaqa gapirishdi, hali seni kanallaringga yozaman, unaqa qilaman, bunaqa qilaman. U 10 gacha ishlaymiz degani soat 10 da yo 10 da kam 10 da kelinglar degani emas. Iltimos, 10 da biz yopamiz. 5-10 minut oldin yopishimiz ham mumkin. O'shaning uchun sal ertaroq kelingizlar, iltimos. 9 da kelib 10 da ketingizlar. Chunki ko'ynak degani kartoshka emas-ku, 1 kilo bering deb zingillatib olib ketgani. Ko'yniklarni qarang. Ko'ylakni kiyasizlar, tanlaysizlar, 1 soat baribir aylanasizlar, ko'rasizlar. O'shaning uchun ertaroq kelingizlar, iltimos. Bizda oddiy skidkalarimiz faqat 150 ming, 160 ming skidkalarimiz. Turkiyalarga ham skidkalarimiz juda katta. Mana shu sizlar qimmat deb aytayotgan ko'ylaklarni biz yetkazib berolmaymiz-da. Chunki boshqa joyda 130, 150 dollar sotiladi, boshqa magazinlarimizda. Bizda so'mda. Biz prosta skidkada qo'yganmiz. Mana bu ko'ylaklarni qaranglar, qanaqa zo'r. Shu chiroyli. Matosi ipak. Rosa zo'r. Bilganlar biladi. Keyin ba'zi bir Men buni ham ko'rsatib bor. Ba'zi bir insonlarni bitta gapim bor-da. Videoga olayotgan qizni ovozi, videoga olayotgan qizni gapirishi yoqmaydiganlarning diqqatiga. Opa, sizlarga yoqishga majbur emas. Hamma o'zini hayotida yashasin. Men birovga yoqish uchun nima qilmayman, hech qachon. Biza yoqmagan insonlar ko'rmaylar. Biz ko'ylakda reklama qilyapmiz. O'zimizdan emas, yo o'zimizdan ovozimiz emas. Men birovga xotin bo'laman deb o'zim reklama qilayotgan joyim yo'q. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Biz ko'ylakni reklama qilyapmiz. Sizlar uchun. Bizning aybimiz savdo sohada ishlayotganimiz emas. Даже bu oldindan payg'ambarimiz davrlaridan ham bo'lgan. Savdoni o'zini sohasini, foiz hisobini hammasini yaxshi bilgan insonlarmiz. Prosta musulmonlarimizning o'ranishiga ozgincha hissa qo'shib, keyinroq yoki yangi ko'ylaklardan ko'rsatganimiz bu bizning aybimiz bo'lib qolmaydi. Hammasi sifat doirasida juda zo'r kostyumli narsalar. Mana xaridlarni ko'ringlar, qanaqa zo'r turadi. Keyingina qomatlarni bilintirmaydi. Assortimentimiz juda katta bo'lgan. Mana bu dvoykalarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu ipakdan ham katta razmer olib kelganmiz. Qaranglar. Xullas, biz sizlarni hammanglarni yaxshi ko'ramiz. Nimchalarni, mana bu nimchalarimiz ham bor hali. Abayalar bor, bu yoqlarda ham setishni. Mana bunaqa nimchalarimiz 150 ming so'mdan. Katta razmerlarni har doimgidek bizdan topsanglar bo'ladi. Mana buksasi bor kinaylar, ko'ylaklar ustidan yengilgani kiyib olsa, o'sha qomatlari bilinmaydi-da, rosa chiroyli turadi. Ba'zi insonlar bor-da, bitta narsani, men bitta anaqani aytib beramiz. Mana bu ko'ylakni tasavvur qilinglar sizlar. Katta razmerni oling, eminli katta razmerini. Hozir shunday topaman-da, izlaganingda labbay topilmaydi. Mana bu 60 razmerli ko'ylak. Matosi Turkiya shtampil. Qancha rasxod ketadi? O'tgan kuni bitta kinayaga qancha dedilar? 160 skidka desak, nima o'zinglar narxlarni qo'ymasizlarmi deb gapiryaptilar. Keyin bu qanaqa gap desang, o'ziga muomalasi yo'q, muomalalar yo'q deb gapiryaptilar. Xuddi shu gap. Ko'ringlar, qanaqa
ularda muomala yo'qmi, bizda muomala yo'qmi bu turishda? 160 ming desak, o'zlaringni narxlaringni qo'shib qo'yyapsizlarmi ko'ynakka dedi. Keyin boradida muomalasi yo'q deb aytadi. O'ylab ko'ringlar, o'zinglarni ham bolalarga shunaqa desa, bizlarni ham ota-onamiz uchun dunyolarga alishmaydigan narxdamiz. Hech qachon Bizga olishmaydi demanglar, iltimos. dunyolarga alishmaydi. Xudo, puli yetmaydi odamlarni. Naqlaydigan bo'lsa. Videoga olayotgan qiz bilan ham bizani o'zimizni sohamiz, biz o'zimizni intilish, masalan, o'zimizni olayotgan parodiyalarimiz bilan ham videoga opamni ovozlari bilan ham hech kimlarni ishinglar bo'lmasin. Hamma o'zining hayotini yashasin. Yoqqan bo'lsa qo'yingiz zakaz qilsanglar bo'ladi. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Hammalarni yaxshi ko'ramiz. Doim aytolmayman. Atak opa nariyoga qarab turing. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Ko'pchilik bizani Guliga qo'pol gapirasan deydi. Nima desam ekan? Bular meni ikkinchi onam. Shunaqa. Bular meni ikkinchi onam bo'ladilar. O'zimni farzandimga qanaqa munosabatda bo'lsam, Guliga ham shunaqa munosabatda bo'laman. Qattiqman, qattiq qo'lroqman. Qattiq qo'lligim uchun ham bu qiz shu darajagacha yetdi deb bilaman. Agar o'zi bilsa. O'sha darajagacha. Bizani munosabatlarimizga, bizani yo'nalishimizga hech qachon anaqa qilmanglar. Hamma o'zini ishini qilgani ma'qul. Xullas 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Magazinimiz endi har kuni ertalab 9 dan kechki 10 gacha ishlaydi. Assortiment katta, ro'mol, dvoka, ko'yni, nimchalar, hamma narsaga assortimentimiz juda katta. Hammalarni magazinda kutib qolamiz. Magazin lokatsiyasi Toshkent shahar Chilonzor tumani Farxatskiy dehqon bozorining yonida joylashgan. Yanada to'liq ma'lumot uchun pastdagi raqamga murojaat qilasizlar.